Hammamiz taniydigan Red Bullni Coca-Cola darajasiga olib chiqishda mana shu oddiy musor qutisi katta sababchi bo'lganini bilarmidinglar? 90-yillarda Red Bull kompaniyasi Yevropada o'zini tanitishga, marketingga katta pul sarflamaydigan bo'lib qoladi, chunki ularning unaqa byudjeti bo'lmaydi, ayniqsa Londonda. Va ular boshqa strategiyani yo'lini tutishadi, ya'ni olishadi o'sha restoranlarda, tungi klublardan chiqarishdagi axlatxonalarni Red Bull bo'sh idishlarni to'ldirib tashlashadi. Ana endi ertalab omma ko'chaga chiqqanda eng kuchli klublarni eshigini tegdi, axlatxonalarda o'sha Red Bullni bo'sh idishlarni ko'radi va bu narsa insonlarda qiziqish uyg'otadi. Bu qanaqa ichimlik ekan deb va sarafalni radio ishlashga tushadi va bularning savdosi 2x, 3x, 5x ga tezlik bilan o'sib ketadi. Bu o'sha ya'ni marketing bitta kuchli strategiya bo'ladi. O'zi aslida bu yerda nimani xulosa qilsak bo'ladi? Biza marketingga ko'p pul tikish emas, biz to'g'ri yo'naltirib, ayniqsa kerakli joyda bo'lishimiz bizga qiymatini va auditoriya tanilishiga tezroq yordam beradi. Men o'zimning sahifamda sotuvga, biznesga bo'lgan ko'p yechimlar beraman, o'shaning uchun obuna bo'lishingizni chiqarmang.